Assalomu alaykum. Bugun mana 6-oktyabr. Hammaga dam olish kuni boshlangan. Bir hafta dam. Ish yo'q. Hamma uyda. Shu paytgacha men uchun qiyin bo'lib kelgan, keyin o'rganishni xohlagan narsalarimdan biri bu intizom, disiplina. Disiplina deydi narsasiga. Nimaga unaqa desa, hayotda qaysi bir muvaffaqiyatli insonlarni ko'rmaylik, hammasini orqasida disiplina yotadi. Endi shu disiplina intizomni men uzoqlardan qidirib yurar ekanman. Bu narsaga o'zi bizda dinimizda, islom dinida juda zo'r yechim berilgan ekan. Shu namozni boshlanishi vaqtida muntazam kirib, vaqti kirish bilan muntazam o'qib yursa ham shu disiplina bo'lar ekanda. Men to'g'risi namozlarga vaqtiga uncha e'tibor bermasdan o'qirdim. Ya'ni disiplinaga muhim narsa ekan. Vaqti kirganda bir xil vaqtda ushlab o'qisa, shu o'zi disiplinani o'rgatib qo'yar ekanda. Bizda tayyor qolib bor ekan. Men shu narsani uzoqdan qilib yurar ekanman. Endi bundan keyin inshaalloh namozda kirgandan shu boshlang'ich 10 minut, ya'ni tahorat uchun, yo bo'lmasam 30 minutgacha, minimum 10 minut, maksimum 30 minut oralig'ida o'qishligini niyat qildim. Turli xil vaqtlarda emas, turli xil endi vaziyatga qarab turli xil vaqtga to'g'ri kelib qolishligi mumkin, lekin asosiy hollarda, odatiy holda uyda bo'lgan paytimda, imkonim bo'lgan paytda kechiktirib, oxirgi vaqtga taqab emas, birinchi kirgan vaqtda, keyin o'shani muntazam ushlab niyat qildim. Bu menga disiplinani o'rgatadi. O'zi namozni o'zi disiplinani o'rgatib qo'yar ekan, shunchaki odamlar amal qilsa bo'ldi ekanda, to'g'ri. Shu bugun hozir hayolimdan o'tayotgan narsalarim.